Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Lord Shaha Minecraft. Mana yangi videomga xush kelibsizlar bolalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni ko'rishdan oldin albatta obuna bo'lib, videoga like bosishni esingizdan chiqmasin. Kanalimiz biza ketdi bolalar. Ko'chaga chiqib biza bog'imizdagi bug'doylarni olishimiz kerak. Hechgacha bolalar men yangi uyga ko'chdim. Sizlarga bilan obzorni qilib berishim kerak. Mana bu xona. Ana tepada lyustra. Zo'r qilib qurilgan, mana tashqaridan hozir ko'rsataman. Undan necha berardinglar mana shu uyga. Haliga jazor qurilmagan-ku. Lekin normalniy. Mana bu uy ham ko'rsataman. Bu uyda yotoqxona, mana sunduq bor. Eshigini yopib qo'yamiz bu yana. Endi ketdi biz o'roni olamiz. Keyin bug'doylarni terib olishimiz kerak. Bu yerda mana oziq-ovqatlar saqlanadi. Non olaylik. Ikkitasini qo'yib qo'yaversam ham bo'laveradi. Bittasi yetadi, to'g'rimi? Xo'p, endi ketdi. Bug'doylarni birma-bir olib, keyin uni chiqqan yana donidan yana ekib qo'yishimiz kerak. Shu bog'imni sal kattaroq qilishim kerak bor-ku. Kam hosil olaman. Sotishga ham qilishim uchun sal kattaroq qilishim kerak shu bog'imni. Brendni nomini Lord Shaha bug'doylari qo'yib yuboraman-da, to'g'rimi? To'g'ri. Mana ozgina qoldi bug'doyimizni ekib olishimizga. Hop, ana 9 ta ortib qoldi. Biz 20 ta bug'doy oldik bundan. Hammasini sunduqqa joylaymiz-da. Sal bu yoni teparog'iga chiqib kelamiz. Uyimiz sal teparog'iga. Pastroqga qurilgan-da bu uy. Teparoqda nima gaplar chiqib kelamiz. Nonni qo'yib qo'yaversam ham bo'ladi. Qorin to'q. Ketdi bolalar, mana biz chiqib kelaylik, chiqaning tepaga. Pastga anaqaga qurilgan. Pastroq joyga qurilgan. Bu yerdan chiqguncha ham oyoq og'rib ketadi. Xo'p. Yon tog'dan bor ekan. Nima bo'pti ekan bu yerda? Assalomu alaykum aka. Bu yerda nima bo'tganini aytib olamiz menga? Va alaykum assalom ukam. Bu yerda biz bitta haykal qurmoqchimiz, baland qilib. Qanaqa haykalligini qurilgandan keyin bilasan. Mashitlarga qurasizlar-da, to'g'rimi? O'sha taraflarga quramiz-da, sal kattaroq qilib. Unga 3-4 oycha vaqt ketib qoladi. Rahmat aka, charchamanglar. Salomat bo'l ukam. Lekin bola bu yoqqa qanaqa haykal qurishligi yomon qiziqyapman. Tezroq oradan 3-4 oy o'tib ketib qolsa, shu haykalni ham sizlarga video qilib olib chiqib beraman. Qayerdan kirardi? Ko'rasizlarmi, shu kiradigan joyga ham qotib qo'ydim, bor-ku. Mana shuni teparoqga qurishmagan ekan mana shu uyni. Yangi sotib oldim-da bu uyni. Bo'pti bola, men sizlarga 3-4 oydan keyin video qilib chiqarib beraman. Oradan 5 oy o'tdi. Yo, what's up guys? Nimaga bolalar, uyimni qaranglar, o'zgartirib olganimni, shu karavotlarni ham o'zgartirib yubordim. Uyga kartinalar qo'yib tashladim bolalar. Uy! Bolalar, это что? Spider-Man. Spider-Man haykalini qurishibdi-da, boshini aytib qo'yishmabdi-da nimaligini. Uy, buni zo'rligini. Qanaqa qurishgan buni 5 oyda, ey. Ancha-munchalarga kiralli ishlagan u. Suvga tushib Uy! Suvga tushib ketib qoldim. Qanaqa chiqaman endi men bu yerdan? Mana bolalar, biroq bu yerdan bir amalab chiqib oldim mana. Mana Spider-Man haykalini ko'rishinglar mumkin. Bunga albatta kommentariyada 10 balacha temadan baho ketinglar bolalar. Bunda biz kreativ o'tib ko'rib olamiz. Chunki bo'lmasa zo'r ko'rinmaydi. Bolalar, bunga men 10 dan 6 bergan bo'lardim. Supermenga nima derdi? Chelik Pavkka o'xshamaydi bolalar, lekin vash ijodga chiqqan Minecraft versiyasida bu. Bolalar, hammaga xayr. Videomiz shu joyda tamom. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esingizdan chiqmasin bolalar. Hammaga xayr. Salomat bo'linglar.